Bilga Qodirxonning ikki o'g'li bo'lgan. Bazir Arslonxon Arslonxon va va o'g'ilchak Qodirxon. Birinchisi haqida ma'lumot deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Ikkinchisi haqida bor. O'g'ilchak, mana shu o'g'ilchak Bilga Qodir nimani Sotuq Bug'roxonni amakisi hisoblanadi. O'g'ilchakning poytaxti dastlab Taroz shahri bo'lgan, keyin Koshg'ariga ko'chgan, ya'ni sharqqa. Taxminlarga ko'ra, aynan O'g'ilchak davrida Ismoil Samoniy Tarozga yurish qiladi. Shundan so'ng O'g'ilchak o'zini bosh kentini Koshg'ariga ko'chirgan va o'zi o'sha yerdan turib 904-yilda, keyin 921-yillarda Somoniylar yerlariga yurish qiladi. Bu ham katta ehtimol. Siyosatnoma asarida qiziq ma'lumot keltiriladi. 906-yilda Sakson yog'li qo'mondon Alp Degin Somoniylarga qarshi isyon ko'taradi. Ya'ni qo'sh tirnoq ichida bu isyon, ya'ni bir tushunmovchiliklar bo'ladi o'sha yerda. Nizomul Mulk shu munosabat bilan Alp Deginning o'shandagi nutqini keltiradi. Unga ko'ra Alp Degin 60 yil Somoniylar podshohligini qo'riqlab kelgan va Turkiston xonlarining, ya'ni Qoraxoniylarning qo'shinini yo'q qilgan. Katta ehtimol bilan Alp Degin turklarning yo 904 yoki 921-yildagi Somoniylar hududiga uyushtirgan hujumini qaytargan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bu ma'lumotni ham biz yaxshi bilamiz. Somoniylarning chegaralarini g'ulomlar qo'riqlagan, turk g'ulomlari. Xo'p, Jamol Qarshiga ko'ra, Sotuq o'z amakisi O'g'ilchak qo'lida Koshg'arda tarbiya topadi va Koshg'arga huzuriga qochib kelgan Somoniy shahzoda ta'sirida islomni qabul qilgan. Uning ikki o'g'li bo'lgan. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Soqo'ron o'g'li Muso Boytosh bo'lgan, undan keyingisi Sulaymon Arslon bo'lgan. Bizga ko'pincha mana shu Muso Boytosh, chunki o'g'li ikki o'g'il bo'lgan. Bu yerda mana qolibdi Ali va Harun bo'lishgan. Bizga mana hozir Ali ham kerak, lekin ko'pincha mana Xo'ron Bug'roxonga to'xtalib o'tamiz. Mana shu Xo'ron Bug'roxon 992-yilda Movaroun Nahrga yurish uyushtiradi. Xo'p, g'arbga siljishgan u Tian Shandan turib qaraganda bu Movaroun Nahr hisoblanadi. Markaziy Tian Shan va yerda o'rnashib olgan Qoraxoniylar o'z e'tiborlarini endi g'arbga qaratadi, Somoniylarga. Talas vodiysining g'arbida Qoraxoniylar o'g'uzlar bilan jang qilayotgan edi bu paytda. Man bir bildim, 10-asrda Xorazmdan Isfajobgacha, Sayramgacha bo'lgan yerlarda o'g'uzlar yashagan, Isfajobdan Farg'onaga bo'lgan joylarda yashagan. 10-asr oxirlarida Qoraxoniylar Farg'onani egallaydi. Ularga keyinchalik Nahrning ichkarisigacha kirib borishga zamin hozirlaydi. Ular keyin ularga dek bo'ladi. 992-yilda Horun Bug'roxonning Buxoroga hujumidan ancha oldin ham o'zgan shaharlarida ko'p sonli turkiylar istiqomat qilganlar. Bu ularning Farg'onani bosib olishlarini tezlashtirgan. 990-yilda Horun Bug'roxon Isfajobni egallaydi. 992-yilda may oyida Buxoroga yurish qiladi. Bu vaqtda Movaroun Nahrda Somoniylar amiri Nuh ibn Mansur hukm surar edi. Nuh ikkinchi bu. Bu paytda Somoniylar ichida bosh-boshdoqlik hukm surar edi, ya'ni qo'mondonlar bu oldin o'g'lon bo'lgan, keyin Vusoq boshi bo'lgan qo'mondonlar Oyib, keyin Abu Ali deganlar Somoniylar hukumatiga qarshi bosh ko'tarishni boshlashadi. Bular Foiq ham Abu ham Nuh ikkidan Xurosonni talab qilishni boshlaydi. Voqealar rivoji shu tarzda davom etadiki, hattoki Foiq ham Abu Ali ham u Farg'onada o'tirgan, kimga? Farg'ona vodiysida o'tirgan Horun Bug'roxonga maktub yozadi. Kel, Buxoro ahvol mana bunaqa, Somoniylar davlati ichida mana so'kilib boryapti, zo'r zamin hozirlanyapti, kel bosib ol, men senga yordam beraman deb ikkalasi ham maktub yuboradi. Bundan albatta Nuhni xabari bor edi, lekin na iloj uni qo'li kaltalik qiladi. Ya'ni davlat
o'zini oxirgi yillarini yashamoqda edi. Xo'p, Nuhning ikki dushmani ham demak Qoroxoniylar bilan birlashadi. Bu turk xoqonlariga juda qo'l keladi. Qoroxoniylar va Somoniylar o'rtasida 992-yilning o'zida ikkita jang bo'ladi. Katta jang. Ikkalasida ham Qoroxoniylarning qo'li baland keladi. Karmanada Raboti Malik yonida bo'ladi bu oxirgi jang. Xo'p, Qorun hech qanday qarshiliksiz Buxoroga kirib keladi. Chunki Nuh taxtni tashlab Amudaryodan o'tib Omul shahriga qochib ketgan edi. Amudariyoning chap sohiliga. Qorun Buxoroni ko'p o'tmay tashlab ketishga majbur bo'ladi, chunki bunga bir sabab bor. Ikki sabab desak ham bo'ladi. Tarixga yuzlanadigan bo'lsak, mana Buxoroga keldi Qoroxoniylar, egalladi, hammasi zo'r. Somoniylar ketdi. Endi poytaxt egallandi va Bazmi Jamshid boshlanadi. Va bu Bazmi Jamshidda Buxoroning mevalari, mana o'tgan darsda o'tdik, eng mazali mevalar Buxoroda bo'lgan, totli mevalar. Arablar yozib qoldirgan. Buxoroning mevalarini shirinligidan ko'p tanovul qilib yuboradi Qorin Buxoroxon va xastalanib qoladi. O'sha oshqozon bilan bog'liq kasallikka yo'liqadi. Bu bir sabab, ya'ni tura olmasligini. Ikkinchi sabab Buxoroliklar qo'zg'olonga ko'taradi. O'shaning uchun Buxoroni tashlab ketishga majbur bo'ladi. Xo'p, ya'ni demak iqlimga moslasha olmaydi, tabiatga moslasha olmaydi, ovqatlarga, yemishlarga moslasha olmaydi. O'shaning uchun tashlab ketadi. Ibn al-Asir tarixchiga ko'ra, mashhur tarixchi bilasizlar, Qorun Buxoroni tark etgach, buxoroliklar uning qo'shinini talab orqasidan hujum qilib boradi Samarqandgacha. Va Nuh qaytib kelgandan so'ng podshoni mamnuniyat bilan qarshi olishadi va bir-birini tabriklab ketishadi. Qorun Buxorodan chiqib Samarqandga kelganda uning qo'shiniga o'g'izlar katta zarba beradi. O'zi bular hammasi qarindosh, Somoniy ham, Qoroxoniylar ham. Farluq o'g'izlar-ku juda qarindosh. O'g'izlar Qoroxoniylarga zarba beryapti. Somoniylarga yordam bergan holatda. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda ma'lumot juda ko'p. Qorun Buxorodan ketgandan keyin Nuh tantanali ravishda poytaxtga kirib keladi. O'zini homiysi Qorundan judo bo'lgan sotqin Osmonga Abu Ali yoniga qayta sochadi. U bilan birlashmoqchi bo'ladi. Ammo Nuh Ibn Mansur o'zining vaqtdagi noibi Sobuq degan yordam bilan Foyiqni ham Abu Ali qo'shinlari ham tormor keltiradi. Ular keyin tavba qiladi. Nuh Abu Alining gunohidan Xorazmga ko'hna urgan yuboradi. U qarang, taslarda o'zi Somoniylar uchun Xorazm nima bo'lgan? Surgun vazifasini o'tadigan bir geografik hudud bo'lgan, chunki uzoq. Kim o'sha katta ayib qilgan bo'lsa, katta gunoh qilgan bo'lsa, ketdi Xorazmga surgun qilingan o'sha paytda. Foyiqni esa kechirmagani uchun u Foyiq Qoroxoniy Nasr huzuriga qochadi. Endi Qorun Buxoroxon tarix sahnasidan ketadi va Nasr Ilehxon keladi. Ilehxon degani bu bir nima deydi? Noyib degani, bir viloyatning hokimi degani. Mo'g'rov-Nahrning hokimlari Ilehxon deb atalgan. O'zi Ilehxon degani ilk degan so'zdan olingan. O'zbek tilida ilk so'zi bor, birinchi degan, eng oldinda degan. 996-yilda hujum bo'ladi, 999-yilda hujum bo'ladi Mo'g'rov-Nahrga. Bu ikkala yurishga ham nima boshchilik qiladi? Nasr Ilehxon boshchilik qiladi. Bu Alining o'g'li. Mana qayerda edi bu? Muso, demak Sotiq Buxoroxonning o'g'li Muso, Boytosh, Musoning o'g'li Ali, katta o'g'li va kichik o'g'li Qorun Buxoroxon. O'g'li Alini o'g'li hisoblanadi bu Nasr ibn Ali yoki bo'lmasa Nasr Ilehxon deb atasak ham bo'ladi. Xo'p, mana 996-yilda bular kelyapti. Qoroxoniylar yana Buxoroga qo'shin tortib, bundan voqif bo'lgan Nuh yana Sobuq deganga murojaat qiladi. Sobuq degan yordam beradi va Qoroxoniylar bilan Somoniylar o'rtasida G'aznaviylar yetakchiligida, vositachiligida sulh
Unga ko'ra Qon cho'li Qoraxonlar va Somonlar o'rtasida chegara qilib belgilandi. Ko'rasiz, Qatqon bu Samarqand. Demak, Samarqandgacha keldi Qoraxonlar. Somoniylar qo'lida faqat Buxorogina qoladi. Samarqandni Foyiqqa topshirishga majbur bo'ladi Somoniylar. Chunki Nasir Ilehxon qo'ymaydi. O'sha Foyiqqa berasan deydi Samarqand. Chunki Foyiq bu sotqin Qoraxoniylarga yordam beryapti. Ya'ni Somoniylar uchun sotqin, Qoraxoniylar uchun esa bu nima deydi, do'st desak ham bo'ladi. Ichida baribir sotqin vaqt o'tib ularga ham sotqinlik qilishi mumkin. Xo'p, shu tariqa Somoniylar qo'l ostida faqat Buxoro va unga yondosh hududlar qoladi. 997-yilda Nuh II vafot etadi, ammo Buxoroda unga qarshi saroy fitnalari boshlanib ketadi. Natijada 999-yilda Ibn Mansurning o'g'li Mansur taxtdan ag'dariladi. 997-yilda edi. Mansur ibn Nuh 2 yil hukmronlik qiladi va 999-yilda ketadi u ham. Uni taxtdan ag'darilishida Mahmud G'aznaviy va Nasr Ilehxonning roli katta. Ular til biriktirib taxtdan ag'darishadi. Mahmud G'aznaviy 999 may oyida butun Xorazmning egasiga aylangan. Qo'qondan bular kelishadi, Amudaryo chegara bo'ladi. Sen bu yoqqa, men u yoqqa o'tmayman deb kelishuv imzolashadi. Xo'p, 999-yilda Nasr Ilehxon Buxoroni qarshiliksiz egallaydi. Bu mana bu yerda yozgan ekanman. Hilol as-Sabiy degan tarixchi juda ajoyib ma'lumot qoldirgan. Rivoyat, o'sha rivoyatni aytaman. Qolgan ma'lumotlarni bu mana shu slayddan o'zingiz o'qib yozib olishingiz mumkin. Rivoyatga ko'ra, bu endi rivoyat-ku, lekin bu haqiqat. Ya'ni tarixiy rivoyat bu. Xo'p, mana Buxoroga keldi, Qoraxoniylar egalladi. Shaharliklar kimga yuz buradi? Hukmdorga boraman desa, hukmdor yo'q, qochib ketgan. Bular diniy ulamolarning huzuriga boradi. Nima qilaylik? Ularga qarshi jang qilaylikmi? Ya'ni Qoraxoniylarga yoki jangsiz o'tiraveraylikmi? Topshiralikmi Buxoroni deb. O'shanda ulamolar juda chiroyli gapni aytishadi. Bu Hilol as-Sabiy yozib qoldirgan buni. Xo'p, aytishadi. Agar Xoqonlilar din uchun, ya'ni dushman, raqib din uchun jang qilayotgan bo'lsa, ularga qarshi qurol ko'tarish bu farz, ya'ni majbursizlar. Ammo lekin din uchun emas, bu dunyoning noz-ne'matlari, ya'ni taxt uchun, toj uchun kurashayotgan bo'lsa, qo'yinglar, o'zlari kelishib olishsin. Ya'ni Somoniylar bilan Qoraxoniylar o'zlari kelishib olishsin deydi. Davom etadi Buxoroning diniy ulamolari. Biz ko'ryapmizki, Xoqonlilarning o'tirib turishlari yaxshi, dinlari yaxshi, axloqlari go'zal, dinlarida qusur yo'q. O'shaning uchun ularga qarshi kurashmagan ma'qul. Ularga qarshi kurashish noto'g'ri degan maslahatni berishadi. Ya'ni bu zo'r ma'lumot. Biz tarixchi sifatida undan ko'p xulosalarni chiqarib olishimiz mumkin. 10-asrda demak, u millat tushunchasi juda global bo'lmagan. Ya'ni turkiy, forsiy, tojik, o'zbek degan tushuncha birinchi o'rinda bo'lmagan. Birinchi o'rinda din bo'lgan, ya'ni musulmonmi? Demak, musulmonga qarshi qo'l ko'tarishi noto'g'ri. Mana shunaqa bo'lgan. Shunday qilib 999-yilda Buxoro egallanadi.